Assalomu alaykum hammaga azizlarim. Instagram kola o'tirsalaringiz taxoya blogerchilar chiqib olibdi. Yandexga kuniga buncha ishlasang bo'ladi, uncha ishlasang bo'ladi, komfortga buncha ishlasang bo'ladi, startga buncha ishlasang bo'ladi deydi. Sizlarga konkretni aniq fakt kerak bo'ladigan bo'lsa, mana o'zim Yandexga ishlayman. Sparkda startda ishlayman. Start tarafida ishlayman Sparkda. Agar kimga qiziq bo'lsa, bir kunga haqiqatan realni bir sutkaga 14 soat ishlasa bo'ladi. Sirayda 12 soat charchab qolmaslik uchun. Kimga qiziq bo'lsa, necha pul ishlasa bo'ladi? Toshkentga necha pul ishlasa bo'ladi? Bilishni xohlasalaringiz, mana shu videoni tirs do'stlarga tarqatib qo'yib, podelиться qilib 100 ta like olsa, mana shu videom bir kun video qilib chiqarib beraman. Yandexda qo'shaman ertalab to kechgacha ishni tugatguncha qo'shib video qilib beraman. Faqatgina sharti 100 ta like bo'lsa. Kimga qiziq bo'lsa, do'stlarga tarqatib, "Davay, like bos" deb 100 ta like bo'lsa, gazini bosib bir kun Yandexga Toshkentga qancha soqol qilish ko'rsatib beraman.